Sharq Turkistonda vazifa o'tayotgan Xitoy ma'mur ig'ir ro'yi besimlarga bardoshlik berolmay o'zini o'ldirib oldi. Xitoyning rasmiy ma'lumotlariga asoslanganda 2018-yili Sharq Turkistonda atalmış qo'shmoq tuqqan siyosati nomida 1.632.000 dan ortiq kompartiya a'zosi Sharq Turkistonliklarning uyida turib, ular bilan birga yetib qo'pib, shundaqla Uyg'ur va qozoqlarning radikallashib ketmaganligini nazorat qilishga o'rinlashtirilgan edi. Zimiston to'rining xabar qilishicha, Xotan viloyatida ishlaydigan bir Xitoy kadr Uyg'urlarning uyida turishi kerak bo'lg'achqa, paralish bo'lib qolgan ota-onasi va ayolni yo'qlab borolmagan. Ko'p qatim yuqori o'rinlarga iltimos qilgan bo'lsa-mu, lekin ruxsat ololmagan. Oxiri uzun muddatli siyosiy vazifalar sababli ig'ir ro'yi besimlarga bardoshlik berolmay eslib o'lib olgan. Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoy doiralarining millionlagan Sharq Turkistonliklarni lagerga qamayotganligiga qarshi ovoz chiqargan oz sondagi tashkilotlarning biri. Mazkur tashkilotning Xitoy tadqiqotchisi Patrik Bon yaqinlari lagerlarga qamalgan Uyg'urlarning tasvirligisiz azoblarini yozdi. U yaqinlarimizning naq tutqun qilinishiga qarab turish bir azobdir. Lekin ularning nada turayotganligini, hayot yoki emasligini bilmaslik texmi azobdir dedi. Kuvaytda ziyoratda bo'layotgan Sharq Turkiston ma'rif jamiyati va O'limalar birligi hay'ati tunugun kech o'rinlashtirilgan divan majlisida Sharq Turkiston masalasini tonishtirdi. Kuvaytdagi oldingi qatordagi jamoat arbobi va jamiyatning o'xshash bo'lmagan sohalardan kelgan kishilar Sharq Turkiston masalasini zo'r qiziqish ichida angladi. Amerika prezidenti Donald Trump İran armiyasiga qarashli İran inqilobiy muhofazat qismini terrorlik tashkiloti deb e'lon qildi. Buning bilan Amerika Qo'shma Shtatlari tunji qatim boshqa bir davlatning armiyasini terrorlik tizimiga kirgizdi. İran davlat bexatarligi oliy kengashi inqilob muhofazat qismining chet el terrorlik kuchlari tizimiga kirgizilishiga qarshi Amerika markaziy qo'mondonlik shtabini terrorlik tizimiga kirgizdi. Türkiye Devlet Reisi Erdoğan bilan Rusya Prezidenti Putin Kremlin sarayida uchrashdi. Suhbat boshlanishdan burun qisqa bir bayonot e'lon qilgan Erdo'g'an, Turkiya Rossiya yuqori darajaliklar hamkorlik kengashining 8-navbatlik yig'inida siyosiy, harbiy, savdo va madaniyat sohalaridagi strategik masalalarning muzokara qilinganligini bildirdi. Erdo'g'an Turkiya Rossiya munosabatida rayondagi terrorlik harakatlarga qarshi birlikda besilgan qadamlarning intayin muhim ekanligini ta'kidladi.